Xitoyda 20 ming Uyg'ur yepiq tarbiyalash markaziga qamalgan. Sharqiy Turkistonning Yo'pirg'i nahiyasida 20 ming kishining yepiq tarbiyalash markaziga qamalganligi, ularning uylariga qachon qaytadiganligining noma'lum ekanligi bildirildi. Yana bir Uyg'ur qarindishimiz tutilib qoldi. Tayland doiralari tutib turish markazidan qochib ketgan Uyg'urlar ishidan yana bir Uyg'urning Tayland bilan Malayziya chegara o'ttirsida tutilib qolganligini bildirgan. Xitoy Uyg'urlarga qozoqlarni qo'shib bostirishga boshladi. Xitoy hukumatı Uyg'ur musulmonlarini rahimsizlarcha bostirib, ularning diniy faoliyat qilishini bir butun cheklagan edi. Bu qitim Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistondagi qozoqlarga va Uyg'urlarga o'xshash muomala qilishga boshlagan. Asad Netanyahuga nurg'un va'dalarni bergan. Asad Netanyahuga maktub yozib, Suriyada Kurdlarga va Durzilarga avtonom huquqi beradiganligi, to'g'riliq va'da berganligi va buning badaliga o'z hokimiyatini davomlashtirishni shart qilganligi. Netanyahu mu shart qo'yib, avtonomiyalik qurilmaning Livandimi bo'lishini va Suriyadan Eron askarlari bilan Hezbollahning chekinib chiqishini talab qilganligi bildirilgan. Pakistan Turkiyadan 30 dona harbiy tik uchar setib olishni qaror qilgan. Pakistan Mudofaa ta'limot prezidenti Susayning bildirishicha, Pakistan Turkiyadan 30 dona harbiy tik uchar, 4 dona urush paraxoti setib olishni qaror qilgan. Xushxabar. Ichki ishlar ministerligining o'rinlashtirishi bilan Turkiy millatlari vakillari yig'ilish qildi. Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning iqomat ilish jarayonidagi kepil tepishlikdan iborat qiyinchilik ep tashlandi. Bu xabarning tafsilotini Istiqlol tor betidan ko'rib olishinglarni umid qilamiz.